Hozirgi kasallik nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda keng tarqalgan kasallikdan biri hisoblanadi. Bu bo'lmachalar fibrilyatsiyasi. Ya'ni xalq tilida buni mertsательная aritmiya deyiladi. Bu nima degani? Bunda ham kasallik to'satdan boshlanadi va paroksizmal taxikardiyadan farqi bemorning yuragi bir xil avtomatda tez urmaydi, ya'ni pala-partish uradi. Bemorning asosiy shikoyati ko'krak qafasida yuragi o'ynab yurganday bo'ladi. Bu demak, bundan tashqari tomoqqa narsa tiqilishi, hansirash kabi shikoyatlarni olib kelishi mumkin. Muammoni asosiy negizida bu demak bo'lmachalarda turli xil, ya'ni ko'plab o'choqlarning mavjudligida. Bu o'choqlarni olib keladigan sabablar turli tuman. Shu uchun butun dunyoda bu kasallikni davolash global muammo. Ya'ni hamma sabablarni, hamma faktorlarini ham davolab bo'lmaydi. Hamma faktorlarni ham yo'qotib bo'lmaydi. Bularga nima kiradi? Bularga davleniya kasalligi kiradi. Ya'ni arterial qon bosimining doim oshishi. Demak, butun dunyo bu kasallikni yo'qotishni imkoni yo'q butun dunyoda. Ya'ni bu kasallik bilan kasallar bir umr birga yurishadi, faqat nazorat qilishadi. Ba'zan nazorat qila olmaganligi sababli to'satdan demak davleniya oshishi mumkin. Davleniya oshgandan keyin yurakdagi o'choqlarni ishlatib yuborishi mumkin. Ikkinchi bo'lishi mumkin bo'lgan faktor bu qandli diabet. Qandli diabetdan butun dunyoda pandemiyaga olib keladigan muammo. Ya'ni bu muammoni yechimi yo'q. Bir umr kasallar qand miqdorini nazorat qilib yurish kerak. Ora-chora qand miqdori oshadi, tushadi. Demak, kimdadir birdaniga diyetani buzib qo'ysa, qand miqdori 20 ga ko'tariladi. O'sha payt qo'rqqanidan kattaroq doza insulinni olgandan keyin qand miqdori to'satdan 5 yoki 4 ga tushib qolishi mumkin. 20 dan 4 ga tushgan payti nafaqat yurakda, balki butun organizmda ovqat yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Ya'ni asosiy bizada qand bu demak hujayralarni oziqlanishi uchun asosiy faktor hisoblanadi. To'satdan qand miqdorining tushishi o'tkir yurak hujayralarida qisqa muddatli gipoglikemiyaga olib keladi. Natijada hujayralar o'z ish qobiliyatini yo'qotadi yoki patologik o'choqlar birdaniga aktivlashib qoladi. Shuni hisobidan bo'lmachalar fibrilyatsiyasi kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari buning sabablari gormonal buzilishlar, ya'ni qalqonsimon bez gormonlarining haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilishi kardiotoksik effekti mavjud. Shuni hisobdan aritmiya paydo bo'lishi mumkin. Bemorda har qanday turdagi shamollash, ya'ni oddiy tomoqni og'rishi borib yurakda miokardit chaqirishi mumkin. Shuni hisobidan aritmiya boshlanadi. Bundan tashqari yurak yetishmovchiligi, ya'ni bemorlarda qon tomirlarida o'zgarish borligi sababli infarkt bo'lishi mumkin yoki o'zgarishlar vaqtida davolanmaganligi sababli yurakni sekin kengayishiga, ya'ni qorinchani kengayishi ertaga bo'lmachani kengayishiga olib boradi va shu sababdan mana shunaqa turdagi aritmiyalar paydo bo'ladi. Yana bir turi prostata qarilik hisobdan, ya'ni yoshi ulug' kasallarda hujayralar sekin-sekin o'zini ish qobiliyatini yo'qotib chandiqqa aylanadi va o'sha chandiqlar atrofidan mana shunaqa aritmiyalar paydo bo'lishi mumkin. Shu uchun sabab juda ko'p. Sabab ko'p kasallikni davolash effektivligi ham o'ziga yarasha demak pastroq bo'ladi. Bunaqa kasallikni diagnostika qilish uchun demak bunda ham demak xuddi aritmiyalarda nima diagnostika bo'lsa, bundan xuddi shu diagnostika. EKG, Holter tekshiruvi, agarda bundan ushlanmasa, demak uzoq muddatli Holter tekshiruvi mavjud. Kasallik diagnostika qilingandan keyin kasallik davolanishga o'tadi. Davolanishning ikkita turi mavjud. Demak, birinchi turi bu dori orqali davolash. Demak, maxsus dori moddalarimiz bor bizada arsenalimizda. O'sha dori vositalari bemorga beriladi va u dori vositalar qanday tartibda ishlaydi? Organizmga kirgandan keyin o'sha o'choqlarni tinchlantirib turadi. O'choqlar tinchlansa, bemorga kamroq bezovta qiladi. Shu uchun butun dunyoda dori bilan davolash effektivligi 30% dan 40% gacha. Ikkinchi davolash metodi o'sha ko'plab paydo bo'lgan o'choqlarni kirib bitta kirib kuydirish metodi hisoblanadi. Bu RC. RC amaliyoti qolgan paroksizmal taxikardiyaga nisbatan hajmi kengroq bo'ladi. Ya'ni qolgan paroksizmal taxikardiya bizda demak yarim soatda
operatsiya qilsa, bu taxikardiyada kuydiriladigan zona ko'p bo'lganligi uchun muddat ozgina oshadi. Har xil 1 soatdan 2 soatgacha davom etishi mumkin. Demak, bundan tashqari, RC usuldan tashqari o'sha hujayralarni, ya'ni patologik hujayralarni sovutish yo'li orqali davolash ham hozir demak keng yo'lga qo'yilgan. Bu krioablatsiya deyiladi. Demak, maxsus ballonlar har bir o'pka venalarini atrofiga olib boriladi va ularni izolyatsiya qiladi. Muammo o'pka venasini o'zida bo'ladi. Ya'ni o'pka venasining atrofidan aritmiya o'chog'i paydo bo'ladi va bu paydo bo'ladigan o'choqni yurakni hujayrasidan ajratish kerak, ya'ni izolyatsiya qilish kerak. Shu uchun demak ikkita metod bizda mavjud. Yoki buni kirib nuqta-nuqtali kuytirish RC orqali izolyatsiya qilamiz yoki krioablatsiya orqali izolyatsiya qilamiz. Izolyatsiya demak har qanday ikkala metodda ham demak bu eng zamonaviy apparatda, eng kuchli mutaxassis orqali bajarilganligiga qaramasdan operatsiya effektivligi demak 70% dan 80% gacha yetib borishi mumkin. Ya'ni 100 ta kasaldan 70 ta 80 tasi muammosidan xalos bo'ladi yaqin 5 yillikda. Qolgan bemorlarda operatsiya effekt bermasligi mumkin yoki demak operatsiya effekt berib 1 oy 2 oyning ichida, ya'ni 5 yilning ichida qaytalanish bo'lishi mumkin. Shuning uchun demak bunaqa bemorlarda operatsiyani effektivligini necha foizligini aritmolog shifokor polностью demak faktorlarni o'rganib chiqib, bemorda qanaqa faktor riski borligini o'rganib chiqib, ularni davolashni boshlab, pri этом aritmiyani davolashni effektivligini sizga tushuntirib berishi mumkin. Shu uchun mabodo demak sizda shunaqa turdagi aritmiyalar bo'lsa, darhol kardiologga yoki aritmologga murojaat qiling. Demak, birinchi navbatda tekshiruv EKG, echo va Holter tekshiruvdan o'tish kerak. Bu asosiy 3 ta triada tekshiruvimiz bizda bu turdagi aritmiyani davolashning birinchi bosqichi hisoblanadi.